Assalomu alaykum, baliqchi akalar, tuzumisizlarmi? Bugun yana Palanovga keldik. Har doimgidek mana ukam Nasibillo, Boburjon usta, baliqchi va men. Endi hozir natijalar yaxshi bo'lmayapti, nima edi ko'rgani keldik. O'tgan safar chiquvdi endi. 14-fevralmi? 14-fevralmi bugun? 15mi? 15-fevral yakshanba. Suvlar ozayib olma. Tasha to'popti, xudo xolasa natijalarimiz bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa natijalarimizni tashlaymiz. Tomosha uchun rahmat amilarga. Akalar, xudo xolasa mana natijalar boshlandi mana, karas. Tochkadan chiqdi mana shu yerdan. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Akalar, mana ikkinchi natija ham bor. Bir qarishlik sazanchik. Zo'r bo'lyapti. Baliqchi akalar, mana natijalar o'qizib bo'lyapti, karas. Normalniy bir 200 gram chiqib qoladi. Mana shu yerda o'qizib bo'lyapti. Zo'r bo'lyapti. Bomba natijalar. Baliqchi akalar, mana baliq bu yerda yakunladik. Unaqa zo'r bo'lmadi, lekin bo'ldi. Endi qaytyapmiz. O'no Boburjon degan baliqchi, usta professionallardan. Mana ukamiz Nasibillo, bu ham professional. Balig'im ko'rsatdim akalar, ja ko'p emas u, lekin ushadi. 7 ta 8 ta ushadi. Akalar mana salafan ichida bor. 1 kilodan oshiqroq. Shunaqa 1 kilo deya bu yoqda endi xudo xolasa plan B ga ketyapmiz. Joylar zo'r joy. Joylar asal o'pib suv tushib ketibdi-da, uni. Shin olmadi. Bir kajachi o'rganmi deyman. Hisob bersin brakonyerlarga. Baliqchi akalar, mana yana bitta karas. 200 gram chiqadi, mana tochka mashadan ushlayapman. Bu yerda bilasizlar ko'pchiliginglar. Mana mon ichida ham shuncha bor. Yegani chiqaryapmiz. O'g'lar zo'r, xudo xolasa. Baliqchi akalar, baliqni yakunladik. Xudo xolasa bir 2 kilocha ushlabman men. Endi u sheriklar ham ushadi deyapti, 2 kilocha. Bo'ldi, baliq tugatdi. Endi baliq tozalab, baliq yegani boramiz. Hammalarga rahmat tomosha uchun akalar. Like va podpiska bosib qo'yinglar, iloji bo'lsa. Shu endi baliq yegani qaytyapmiz endi. Mayli, hammalarga sog' salomatlik tilayman. Baliq o'ylarga hamisha rivoj tilayman. Bo'ladi. Akalar, mana o'zimiz baliqchilardan Boburjon usta baliqchi, Nasibillo degan o'g'lar zo'r bo'ldi. Akalar, mana общий natijamiz mana bitta 1,5 kilolik karas ham bor ekan, 200 gramlik, 300 gramlik. Berxaplaplar ham bor. Shu zo'r bo'ldi o'g'larimiz. Xudo xolasa endi baliqlarni yeb olsak, yeb aytamiz. Rahmat tomosha uchun.